Yoshligingizda eslatadigan yumshoqqina mahroviy torta retsepti. Birinchi ishni tuxum oqini sarig'idan ajratishdan boshlaysiz. So'ng tuxum oqini 2 baravar bo'lib ko'pirguncha mikser qilasiz. Osozdan shakarni solib yana ko'pirtirishda davom etasiz. Yaltiroq, qattiq holatga kelganda tuxum sarig'ini solib, birroz aralashtirib mikserni o'chirasiz. Ko'p aralashtirib yuborsangiz suyulib ketishi mumkin. Unni 2 bo'lib solasiz, albatta ilikdan o'tkazilgan holda. Lapata yordamida tepadan pastga yarim oysimon ko'rinishda aralashtirasiz. Qolipga solib tekislab, ortiqcha havolarini chiqarib, oldindan qizdirilgan 180 gradus pechda 35-40 daqiqa orasi pishirasiz. Kakaoli biskvitni ham xuddi shunaqa ko'rinishda tayyorlaysiz. To'liq retseptni har doimgidek videoning tagidan topasiz. Xona haroratida yumshagan saryog'ni sug'ishonli moloko bilan quyilguncha mikser qilasiz. Men qattiq krem bo'lishini xohlamadim, ozgina suyuqroq krem qildim. Sovigan biskvitni har birini teng 2 qismga bo'lib, o'rtalaridan urva uchun olib qo'yasiz. Har birini shirin suv bilan yaxshilab propitka qilib, ko'p qilib kremdan solib, oq-qora ko'rinishda terib chiqasiz. Usta yog'larini ham kremlab, urva bilan bezatasiz. Kremlari biskvitga o'tib, yana ham mazali bo'lishi uchun bir kecha xolodilnikda qoldiring. Keyin bemalol kesib dasturxonga tortsangiz bo'ladi. Juda ham yumshoq, mazali, katta-yu kichigi birdek yoqadigan tort bo'ladi. Ishonch bilan ayta olamanki, bu tortda siz o'sha yoshligingizdagi ta'mni his qila olasiz. Retsept yoqqan bo'lsa, shu tugmachani bosib kanalimga obuna bo'ling. Kanalimda 150 dan ortiq ishonchli retseptlarni topishingiz mumkin.